Chempion futbolchilarimizga avtomashina sovg'a qilindi. Futboldagi g'alabamizning hayajoni haligacha so'ngani yo'q, sovugani yo'q va birozgina avval Osiyo Kubogini qo'lga kiritgan 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoamiz a'zolari O'zbekistonga qaytib kelishdi. Toshkent xalqaro aeroportida ularni tantanali kutib olish marosimi hamda taqdirlash marosimi o'tkazildi. Prezident farmoniga ko'ra 23 nafar futbolchilarimizning har biri kelajak bunyodkori medali bilan, ularning ustozi bosh murabbiy Islombek Ismoilov esa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi faxriy unvoni bilan mukofotlandi. Bundan tashqari ushbu o'yinni sharhlab borgan sharhlovchilar Orif Tolipov hamda Otabek Jo'rayevlar Shuhrat medali bilan taqdirlanishdi. Bundan tashqari futbolchilarning har biriga bittadan Cobalt, ularning bosh murabbiyga esa Equinox avtomashinasi taqdim etildi. Muborak bo'lsin deymiz. Ular, yigitlarimiz, bosh murabbiy bu sovg'aga 100% hech qanday shak shubhasiz munosiblar, chunki ular chinakam o'zbek xarakterini ko'rsata olishdi va buning uchun ularga yana bir bor takror va takror rahmat aytamiz. Sovg'alar, medallar, mukofotlar muborak bo'lsin deymiz.